siyasi vaziyetler, dünya iqtisadi, fen texnika, biz Sultan ekranında. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Men Qanchondan Abjala, vatanimizdagi xalqimizning ko'rayotgan kuni nayt taslikda, nayt ig'ir zulm ichida, nayt ig'ir musibat ichida biz vatan sirtida qo'limizdan kelgancha mayli tashkilotlar bo'lsin, mayli siyosiy aktivlar bo'lsin, mayli har qanday shaklda o'zining hammasi imkoniyatiga yetgan shaklda o'zining bir tirishchanligini ko'rsatyotdi. Ammo bu tirishchanligimiz vatandagi xalqimizni qutuldirishga, vatandagi xalqimizning azobini yengillatishga yetmaydi. Yetmasimi, ammo o'zimizning qo'lidan kelishicha hammamiz o'z loyiqada tirishishga harakatlanyapmiz. Shuning bilan birga vatanimiz ichida bo'layotgan har xil uchurlarni, qarindoshlarimiz egallagan ahvollarni o'zlarining YouTube kanallarida ve bir şekilde yüzünün ictimai taratqularida xabar qilyapti. Bunu anlab turibmiz. Shuninglar bilan birga hammamiz o'zimiz loyiqida bir şekilde uchur ilishga ham tirishyapmiz. Yaqin yog'i hammamiz bilganimizdek, mayli vatanimizda to'y to'kin bo'lsin, nikoh qilinmayotgandek, yoshlarimiz nikoh qilg'izmaylam, anandan keyin mushu yuz ko'rishtiriblam, anandan keyin to'y xiti ağızıplam şu günü bir meyli qağan şekildeki bir çoğunların görüşü olsun, dasxan silişi olsun, bir cemaatini çağırıp bir bir ahval qilish olsun. Çıkıp dinli şekildeki bir ayet okup kalıdığan, ya ki nikah okup kalıdığan, ya ki Müslümanda bir bəxt tələb kalıdığan, ya ki Allah'tan olunan bəxti gibi dua kalıdığan, bunda kışlığa herkes yol koymaslık. Yani bizni dinden jiraklaştırış, dinden ağrı bitiş, bizni faqatlam o'zimizning shu e'tiqod qilib kelayotgan bu dinimizga qarama-qarshi shaklda yashash qilamchi bizni rag'batlantiryapti. Shuningcha yetaklayapti Xitoy tajovuzchilari. Uning bilan birga andan keyin bu to'y to'ygundan boshqa o'lim yetim, masalan bir odam mayli turmulab ketgan bo'lsin, mayli uyda o'zining ajali bilan org'a yetib o'lib ketgan bo'lsin, bu shaklda insonlarimizning hammasini cho'liganda turmuda izdiriksiz İgisi yok, ya olmasa igisi berilmeydiğen, ya işe uğurlangan, işkir yürkep eketken qarindoshlarımızın çoğu mümkün emas. Şu yerdilam, türmünün etrafındaki yerge depne qilib ötiş, ya olmasa köydürüp ötiş, jasadını köydürüp ötiş şekilde hareket edip baratıdı. İşkirdikinden başka vatanimizin üzüdümü bazı türmünün etrafındaki, ya türmünün işlep ketken qarindoshlarımızı apırıplam köydürüp ötüp ağa ahvalla umumlaşıqlıq qarindoshlar. Anandaki normal məldə, doktorxanda ya uyda ülab qalğan qarindoshlarımızın çoğu degende ulunumı çoğu jüb taraşqa kepəlləşə yol qoyğan bilən, amma meyit namazını çürüşkə, ulağa haqqıda bir ayet oquşqa, ulağa haqqıda bir şəkildə çoğu nəzər çıraq, bunda dua təkbir qılışqa yol qoymaqlıq qarindoshlar. Demək, qarindoshlarımızın namazı çürülməklik. Şuna vatan sırtida bizning anlığanlarımızga, mesela ölümalarımız, biz biladigan insanlarımız, urug' tuqqanlarımız, xabar tapqanlarımız bir cemaatimizin yig'ib g'aybi jinoiy namozini o'qib keldik. Ama umuman kuniga necha yuz, hatta necha ming qarindoshlarimiz o'lib ketib boradi. Buning uchun bo'lsa-mu biz juma kunini belgilab turib, har juma kunida juma namozidan keyin jilg'ayalarimizda, imtiyoz sharoitimiz bor yerlarda bir şekilde bu g'ayvani jinoz namozini tushirishni biz boshlasak, biz qilsak, ana keyin boshqalarga havola qilsak, yoki boshqa islom davlatlaridagi o'zimiz biladigan yerlarga, musulmon davlatlaridagi qarindoshlarimizga havola qilsak yaxshi bo'ladi. Avval o'zimiz qilmay turib, o'zimiz bu harakatni davomlashtirmay turib, o'zimiz bir shaklda bu qarindoshlarimiz uchun bir yerda bir ish bo'lmaganda duo qilyapmiz. Ama umumi şekilde xalq xitob qilish, xalqni umumi şekilde bunun ucu aşağıda ülep gitip ağan qarindoshlarimizni qulqimiz bilan anglayapmiz. Meyit namozini tushirolmadik deb. Ba'zilarini shariat bilan imkoniyat yetganlar bu şekilde qilgan bilan umumi şekilde cho'diganda qilmoqliq.
bu ağır bir biz bilip durup biz vatan sırtıdagilar qilish imkoniyatimiz bor. G'oyibi jinoza namoz o'qish imkoniyatimiz bor. Bu turib buni qilmaslikning o'zi deganda bizga tushgan ağır bir mas'uliyatsizlik, ya'ni qilmasligimiz mas'uliyatsizlik bo'ldi deb o'ylayman. Shuning uchun qarindoshlarimni bo'lsa bizning ulamolarimiz va buningga bir şekilde fatva, anandikin bir şekilde bu umumlashtirish bizning ulamolarimizning üstüge yüklengen vazife, bunun o'ylashib, bunun etrafida qilayotgan bo'lishi mumkin. Hammamiz o'zimizning etrafidagi qarindoshlarimiz bilan birga, jamoatimiz bilan birga o'zimiz shaklida hammamiz bir yerga to'planib qilolmaymiz. Hozirgi mana Xitoy virusi sababli masjidlarga borolmayotgan ahvolda turyapmiz. Bunday ahvol ostida to'plana oladigan, to'planishga imkoniyati yetgan ba'zi bir rayonlarda Xitoyning virusi pek adab ketmagan rayonlarda arliq tashlab namoz o'qish imkoniyati bor rayonlarda buni qila olamiz. Buni qilib bir qilgan rayonlarda qila olsak, hammamiz o'zimiz shaklda qila olsak, andan keyin vatandagi bu nikoh qilinmayotgan qarindoshlarimizga qanday shaklda bularga bir ya fatva yoki qanday shaklda bir nima beramiz, bularga nima qilishimiz kerak. Biz bu yerdagi vatan sirtidagi narsalarimizni, usullarimizni vatan ichida anglayolmayotdi, ko'ranmayotdi deb o'ylab qolmaylik qarindoshlar. Vatan ichidagilar sizlar bizning yaxshi bu uchurlarimizni, hattoki mushadagi varanchuronglarimizni, gap so'zlarimizni yaxshi anglab turyapti. Shuning uchun biz vatan ichidagi qarindoshlarimizga yaxshi shaklda gaplarimizni, yaxshi shakldagi bayonotlarimizni, xalqimizni xushal qiladigan gap so'zlarimizni qilib berishimiz kerak. Yana bizga qarindoshlar, Indoneziyadagi bu mazmunda ayrim to'xtayman. Indoneziyadagi 3 qarindoshimizning olib ketgan xabari aniq bo'lib, sal ehtimollar yuqorilab ketib boradi. Pompeo efendimning berishdan burun bular ikki jihatdan Xitoy bilan kelishib berib etgan ahvoli aniq. Chunki Indoneziya tarafga qanday berib etishni, qanday aytishni, qanday o bolalarga bo'xton chaplashni Xitoy o'rgatdi qarindoshlar. Ularni terrorist qilib, qanday shaklda qanday nima bo'xtonni otib, ular vatandan chiqib udul Malayziyaga kelib, Malayziyadan aniken Indoneziyaga kelgan bolalar qarindoshlar. Ularning atam ko'mgan, dadam ko'mgan bir Iroqdagi odamni ko'rib boqmagan, uning ideologiyasini bilib boqmagan, uning bir nimasini tushunib boqmagan odamlar. Uni opirib amnikendan Oyshadagi shaltaq odamlarga bog'lash, ulug'i do'ngash, uni terrorist degan shakldagi qalpoqlarni kiyib, kim kiydirib yarashavergan qalpoq emas o qarindoshlar. Kim nima desa ma'qul davrdigan ish yo'q. Buning oqi qaraymiz, kim o'rgatdi bu gapni? Buning kim degizyapti? Kim shunday narsani tayyorlab berdi? Gerçi Xitoyning og'zidan chiqmagan bilan Indoneziyaga Xitoy hamma nimani tayyorlab o'rgatib, shu odam beg'ichini hammani yoziltib, anikendan chiqadi qarindoshlar. Shuning uchun agar Indoneziya hukumati bu bayonotni berolmay qolsa, aniq shaklda berib etgan shakldagi narsa qilib qolsa, buni qanday qilamiz? Bir shaklda bu qarindoshlarimizni uchini qaytarib etsa, anikendan Tailanddan 109 ni qaytarib etsa, aniken u yerdan ish derizini chiqib qo'yiblam, açığımız çıkan bu maydan qarindoshlar. Ayad yana undan başqa iki qarindishimizning borligi. Hozir bor qarindishimizning iki qarindishi. Birisining ovozini anlatib qo'ydim. Birisining ovozini anglatish imkoniyatimiz bo'lmadi qarindoshlar. Hozir mavjud iki qarindishimiz bor. Indoneziyaning o'zida biz bildiganimizdan. Boshqa dunyoning har qaysilari yana qarindoshlarimiz bor. Bularni aktiv qilishning oldini olish uchun Xitoy aktiv qilish orqali qanday qildi? Bizning ro'yimizni sundirdi. Nima deganda mana ikki taldiq qanday biz yomon ekanmiz. Biz mushta qudrat qanday qilding? Men degan akan qarag'ay qanday qilsang, hamin men deyman degandek tekillik qildi. Ani keyin cho'y aytib qolgan, "Ha, u" deb biz Xitoydan ko'may uni, o'shan o'zimizning tashkilotlarda undan bundan elaqa nimasini izlaymiz uchun. Do'qildiq odam topolmay, ashini do'qilib o'ynaymiz. Xitoyda aytib qolganmi Xitoy? Berib yetib qolganmi shu Xitoyning nimasi bilan berib yetib qolganlar? Shunini imtiyozlama yegan ig'izli yelni ashini tilasa qoldik-ku biz. Ashli qarshi harakat qilsak qoldik-ku biz. Bu yer bir-birimizni so'kishib, bir-birimizni tilishib o'tgan o'rniga Twitterga chiqib, "Ey, men Indoneziyadagi men balani qaytarib etganlar javobgarligini qaysin ustin qilsa, men javobgarlik ega bo'lamsa, bo'lmamsa, 200 million musulmon sen nima ish qilyapsa, sen musulmondek musulmonlig'i men musulmonni yomon gapini kim qilib qo'yadi-da, Xitoy qilib qo'ysa, o'sha gapini anglamsa, sen mushuk dushman kofirning gen gapini hisob qilamsa yoki men musulmon qirnishin guvohlik bergan ishni hisob qilamsa, degan nuqtada chiqib, alning inchik tilda uning o'zining zuvanida biz gap qilib uqtira olsak bo'ldi. Ashadagi musulmonligimi biznecha o'limalarni keliblar, mana jinoyat mayadimi yagicha. Juma mala mundaq ekan.
Ya xabar eşken deslam, xabar o'xshaydi deblam anlab qalsa hisob bo'lmaydi qarindoshlar. Shuning uchun u qarindoshlarımızga ashuni biladigan, ashuni kelib chiqishini biladigan, nima turadiganligini biladigan, bu qarindoshlarımızın guvohligi lozim bizga. Bizga tonimaydigan, uni akitish uchun ilgi mikr ishlatayotgan Xitoydek bir tajovuzning guvohligi lozim emas. Shuning uchun bu tarafdagi narsalarni aniq tushuntiralsak qarindoshlar nayt yaxshi bo'ldi. Shunga men atigellik haftaning birdan boshlab, ya'ni bir Indoneziya hukumatining bayonotini qaraymiz. Uningdan keyin şekilde bazı devletlerde qarindoshlarimiz faaliyetlerini o'rinlashtirib o'tadi. Agar ashunday qilib ketib qolsa, buning javobgarligi bo'ladi. Javobgarliksiz bo'lmaydigan ish yo'q qarindoshlar. Qinimiz qizib ketganda hu deb Facebookda hayajon bilan valoqliqni qilib keyin uni oxirini unutib qolsak, bu qarindoshlarimizning izdirgini qilmasak, ketganini ketkizib yetib qarab o'tadiq. Balning ishini tek qilolmasak qarindoshlar. Çoxum men o'tganda gapimdim dedim. Onun bunun qildigan ish emas. Hammamiz o'zimiz qo'ldan kelganini qilsaqlam bo'ladi. Kelganini qilsak qila olamiz qarindoshlar. Kimliginiga amal yo'q, ammo keladigan imkoniyatimiz qilmaslikni o'zi xiyonatdan boshqa narsa emas qarindoshlar. Shunga bu qarindoshlarimizga har qanday shaklda, mayli dunyoning har yerida olsun, men Daesh ketgan qarindoshlarimizmi azg'uchi deb hisoblayman. Lekin ularni men terrorchi, ularni aqchi ko'kchi demayman. Boshqalarmi shunday qilish kerak? Çünkü onu üzümüz asıramasak, onu üzümüz özgertmesek, başka hiç kim bizge yaxşı balısını, yaxşı Uygur'unu beğenmeydi. Biz üzümüz yaxşı kılışımız gerek. Hemen üzümüz kılışımız gerek. Üzümüz iyi çıkalığında, anın dinkinci o, ama biz vatanımızı Allah'ın iyi çıkanmağa vaktimizde hemen gibimiz kuruk yapılıp kaldık. Hemen Cenab-ı Allah'a teşekkür. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi.